Yoshlar mavzusiga qiziqaman, o'zim ham farzandlarim yosh. Eng manfaatli narsa ilmga sarflash. Chunki ilm sizni dunyoyu oxiratda aziz qiladigan narsa. Ustozim, hazratim, otam hech qachon menga noto'g'ri narsani aytmaylar. Yoqimsiz narsa yoki mahrumlik aslida sizga foyda bo'lishi mumkin. Boshingizga kelgan sinovlar sizni foydangizga bo'lganini aslida, sizni bu kuchli, quvvatli qilishini, sizga yetarli saboq bo'lishini, ikkinchi unaqa xatolar qilmasligingizni ilm orqali o'rganasiz. Turmush masalasida oilani ma'nosini tushunadigan vaqtida unga bu narsani tavsiya qilamiz. Kitobni o'qib, undan huzurni his qilish uchun ko'nglingiz tinch, xotiringiz jam bo'lishi kerak. Yoshlarga e'tibor berilgandakka kattalarga e'tibor berilmaydi. Hozir menga kelib, sizga nima kerak, qaysi bir tomoningizni ko'tarib beray, qaysi sharoit qilib beray deydigan odamlar kam. Lekin yoshlarning oldida bunaqa imkoniyat ko'p. Yetishmovchilikning ustida birlashish bu ajoyib holat. Inson bir-biriga bog'lanadi, bir-biriga yordam berish imkoniyati bo'ladi, bir-birini his qiladi. Ayniqsa mana Ramazon oylarida saxovat kengayib ketadi. Nima uchun? Desa, o'zing och qolganingda boshqasini his qilasan. Gazeta.uz asosan yoshlar uchun mo'ljallangan "Sening yoshliging menda bo'lsaydi" nomli loyiha boshladi. Unda loyiha mehmonlari el-yurt orasida hurmat-e'tiborga sazovor kishilar o'z yoshligini eslab, hozirgi zamon nuqtai nazaridan yoshlarga tavsiya beradi. Loyihaning ilk mehmoni olima, islom shariati va hadis ilmi mutaxassisi Odinaxon Muhammad Sodiq. Xadija Kubro ayol qizlar madrasasida mudarrislik qiladigan Odinaxon Muhammad Sodiq ko'plab ma'rifiy loyihalarga hissa qo'shib kelmoqda. Jumladan, uning tashabbusi bilan jamiyatda xotin-qizlar faolligini oshirish, ularning ilm-fan sohasida bilim olishlariga ko'maklashish va kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida Peshqadam maktabi o'quv markazi, Peshqadam karvoni loyihasi, kitobxon kutubxonasi tashkil etilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon oylariga bizni yetkazgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sano aytamiz. Mana shu muborak oyning ahkomlarini ummatlarga yetkazib ketgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salot-u durudlarimizni aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli opa-singillar, muhtaram aka-ukalar, yurtimizni mo'min musulmonlari, kirib kelgan Ramazon barchamiz uchun muborak bo'lsin. Bu oyda gunohlarimiz mag'firat bo'lishini, o'zini roziligiga yetkazadigan amallarni ko'piga muvaffaq bo'lishimizni va bu kabi xayrli ayyomlarni yana ko'piga yetib borishimizni siz u bizga nasib aylasin. Yoshlik kunlarim hodisalarga boy kunlar bo'lgan. Vaziyat jihatidan biroz murakkab vaziyat bo'lgan. Shuningdek, barakotli damlar bo'lgan deya olaman. Bundan chiqaradigan bo'lsak, demak, yoshligimda ko'p hodisalarni guvohi bo'lganim va shuningdek murakkab jarayonlarni boshdan o'tkazganim va barakotli umr kechirishga muvaffaq bo'lganimni aytishim mumkin. Endi buni yana tushuntirib beradigan bo'lsam, ana shu yoshlik damlarimizda ma'lum sabablarga ko'ra yurtdan bir muddat 7 yil atrofida yiroqda bo'lganmiz, o'zga yurtlarda bo'lganmiz va u yerda ko'proq ilm bilan band bo'lganmiz oilaviy holatda. O'zimizni yurtimiz bilan ham bog'lanib turardik. O'sha damlar, o'sha bosqichlar O'zbekistonda ham o'zgarishlar ko'p ro'y bergan, mustaqillik davrlari, undan keyingi davrlar. Shuningdek, biz yashayotgan, istiqomat qilayotgan yurtlarimizda ham ana shunday jarayonlar ro'y bergan. Umumiy, ya'ni olamda bo'layotgan hodisalardan va oilamizga taalluqli bo'lib o'tgan hodisalar, ya'ni o'sha paytda juda ko'p ishlar amalga oshib ketgan. Musofirchilik, boshqa yurtlarda yurish, ko'pchilik bilan tanishish, o'qishga kirish, yutuqlarga ega bo'lish va ko'p hodisalar. Shuni muqobilida, ya'ni murakkab vaziyatlardan ham o'tganmiz. Ya'ni yurtni tashlab bunaqa katta muddatga boshqa bir joylarga ketish o'ziga yarasha mashaqqatli bo'ladi, qiyin jarayonlar bo'ladi, musofirchilik oson emas. Hozirda osonlashib ketdi, lekin bizning yoshlik paytimizda biroz bu holatlar qiyinroq kechardi. Vatanning sog'inchi, keyin o'zga yurtlarda, o'zga tilda, o'zga talablarga ko'ra
o'qish ham oson bo'lmagan, o'qishlarimiz ham murakkabroq edi va u yerdan qaytib kelib katta muddatdan keyin yurtimizda hayotni yangitdan boshlanishi hodisalarga boy bo'lishi bilan birga murakkab jarayon ham bo'lgan. Oson emas, ya'ni odatlanmagan joyingizga, odatlanmagan holatlarga yana qaytib kelib o'rganib olishga kattaroq sabr kerak bo'lgan, mehnat kerak bo'lgan, lekin xayrli o'tgan. Shu bilan birga barakotli bo'lgan. Barakotli bo'lishi nima? Barakotli bo'lishi avvalo agar shaxslarning sababidan bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda otamiz hayot bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin. Ular bilan kechirgan umrlarimiz har biri barakotli bo'lgan. Shuningdek ularga safdosh bo'lgan, ularga yosh jihatidan barobarroq bo'lgan qarindoshlarimiz ichidagi ulug'lar, ahli ilm ichidagi ulug'lar, do'st, yor birodarlarning ichidagi katta yoshdagilari hozir mana o'tib ketishdi. Hammalarini Alloh rahmat qilsin. Ular bor paytda albatta hayotlarida barakotlari sezilardi. Shuningdek u paytda hayot tarzi hozirgidan ko'ra boshqacharoq edi. Insonlarda ko'proq oqibat bo'lardi. Insonlar bilan muloqot ko'proq edi. Hozir sir emas, mana shu internet olami chiqqandan keyin ko'pchilik bir-biridan yiroqlashib qolgani, muloqotlarning uslubi o'zgarganini ta'siri bor va u damdagi insonlarni chalg'ishi kamroq bo'lgan, ko'proq ixlos bo'lgan, ko'proq insonlarda samimiyat bo'lgan, do'stlik ma'nolari boshqacharoq turda bo'lgan. Shuning uchun ko'proq barakotli bo'lgan deb o'ylayman. Allohu a'lam.